Assalomu alaykum do'stlar. Bugun maktabimizga tashriflar boshlanganina 10-12 kun bo'lib bordi va yuzlab odamlar bizlara hozirgi kunda tashriflab yurdi. Tashrif buyuruvchilarning aksariyati, adashmasam 20% biza ishga kirishni xohlab turgan nomzod ustozlardir. Yangi maktab bo'lishimizga qaramasdan, shunday ko'pchilik bizda ishlashni xohlab turganligi men uchun o'ta quvonarli holat. Ayniqsa nomzodlar orasida ko'p yillik tajribaga ega va bilimlari yuqori bo'lgan ustozlarning borligi biza uchun signaldir. Ya'ni biza to'g'ri yo'lda ekanligimizni bildiruvchi mesajdir. Bu videoni yozishimizning asosiy sabablaridan birisi murojaat qilib turgan nomzodlarni biz qanday tartibda saralaymiz, o'zi umuman Amanskula qanday ustozlarni ishga olishni niyat etganligimiz haqida aytib o'tishdir. Bu videomiz bizda ishlashni xohlab turgan ustozlar uchun va bizda farzandini o'qitishni niyat etgan ota-onalar uchun ham birdek foydali bo'ladi deb o'ylayman. Sababi har bir ota-ona o'zining farzandini dars o'tishi mumkin bo'lgan ustozlarni qanday saralanishi, qanday sinovlardan o'tkazishimiz haqida bilish haqqi bor deb o'ylayman. Shu o'rinda qo'shimcha tariqasida 13 yillik tajribamdan bilamanki, o'quv markazidan ham, maktabdan ham yaxshi o'qituvchi tanlashdan ko'ra muhimroq yoki qiyinroq ish yo'q. Ya'ni maktabdagi eng qiyin ish yaxshi ustoz tanlashdir. Shu o'rinda yaxshi ustoz degan termina yoki shaxsga bir ta'rif berib o'tib ketsam. Shaxsan men uchun yaxshi ustoz bu chaqqan, qulay bolalar bilan, aqlli bolalar bilan ishlab biladigan emas, balki o'zlashtirish past bo'lgan yoki ta'limga qiziqishi yuqori bo'lmagan bolalar bilan ham ishlab biladigan o'qituvchi. Ya'ni faqat o'zini qulay bo'lgan odamlar bilan emas, noqulay bo'lgan bolalarni ham yaxshi ko'rib bilgan odam yaxshi o'qituvchi bo'ladi. Sababi o'qituvchining ilmiy salohiyatini vaqt o'tkazish bilan, o'z ustida ishlash bilan oshirish mumkin. Lekin uni shaxsiyatini, bolalarni yaxshi ko'rishini o'rgatib bo'lmaydi. Bu narsa yo bo'ladi, yo bo'lmaydi. Shuning uchun men uchun eng birinchi metr kabi yaxshi ustozning yomon bolalarni, o'zlashtirish arkada qolgan bolalarni ham yaxshi ko'rib biladigan odamligidir. Yaxshi ustozlarda odamning tushunishini yordam beradigan empatiya tuyg'ulari ham yuqori bo'ladi. Ular o'zining qarshisida turgan bolani, his-tuyg'ularini, fikrlarini qisqartib biladi. Uni o'rnina o'zini qo'yib biladi. Ya'ni yaxshi ustozlarda empatiya ham yaxshi rivojlangan bo'ladi. Yaxshi ustoz kim degan savol ham qisqa javob berib oldik. Endi uni qanday saralaymiz degan savolga javob berishni boshlasak. Avvalo biz Amanskoolda EGP'dagi orttirilgan tajribamiz natijasida 24 bosqichli katta-kichik sinovlar va 2 ta kichik sinov muddati asosida o'qituvchilarni saralashimizni aytib o'tishim lozim. Saralashning eng muhim 8 ta bosqichi bor. Gelin ularni sanab başlayman. Birinci navbatda kompaniyalarimiz CEO'lari va HR direktorlari har kunlik meetuplarda reviziya vakansiya degan instrumentimiz bor. Shuni tekshirishadi. Biz buni soatlarni to'g'rilash deb aytamiz. Birinchi qadamda CEO va HR bo'limi boshliqlari, HR direktorimiz birgalikda ishlaydi. Ular org modelimiz asosan jamoamizni har bir bo'limini check-up qilib chiqadi. Natijada qaysidir bo'limlarda bo'sh ish o'rin paydo bo'lgan bo'lsa yoki qaysidir bir jamoa yoki bo'lim ortiqcha standartdan ortiqcha bosim orqali, nagruzka orqali ishlab turganligi aniqlansa, CEO birlamchi ruxsatni beradi. Ya'ni HR'imizga xodim olishga ruxsat beradi. HR bo'limimiz esa CEO'ning ruxsatini olgandan keyin moliyachimiz bilan ishga alinishi rejalashtirib turgan xodim uchun moliyaviy budjet rejalashtiriladi. Bu budjet eng kamida 1 yillik bo'lishi kerak. Sababi xodim ish olingandan keyin uni oyligi kecha qolmasligi bizning asosiy vazifalarimizdan birisine aylanadi. HR direktor CEO bilan kelishib oldi, moliyachi bilan ham smetaga qo'shimcha qo'shtirdi. Endi navbatda o'zining shaxsiy tajribalari va bo'sh ish o'rni bor bo'lgan bo'lim boshliqlarining tavsiyasi asosida xodim profili yaratadi. Xodim profili bu bizlara kerak bo'lib turgan, biza izlab turgan nomzodning asosiy xususiyatlari, yoshi, malakasi, uni backgroundlarini o'z aksini topgan bir hujjat bo'ladi. Odatda HR direktor o'sha xodim profili asosida nomzodlarni saralashni boshlaydi. HR direktorimiz xodim profilini tuzib olgandan keyin endi shu xodim profili asosida xodim qidirishni boshlaydi. Bunda unga ko'pchilik e'lon beradigan kanallar yoki avvaldan bizada zaxira sifatida ro'yxatdan o'tib qo'ygan odamlarni CV'larini tekshiradi va birlamchi check-up tugagandan keyin ular bilan suhbatlarni quradi. Shu bilan bizni dastlabki 2 bosqichimiz tugaydi. Endiki bosqichlar offline intervyular bosqichi bo'ladi. Bu bosqichning birinchi va ikkinchisi HR bo'limi bilan bo'ladi. Birinchi testimiz bu umumiy holatni aniqlaydigan psixologik test. Ya'ni biz nomzod sifatida ishga kirishni istab turgan xodimimizni psixotipi qanday ahvoldaligini HR'imiz bilib beradi boshundan.
və onun davamında ikinci bir testimiz bo'ladi. Akademik direktor tomonidan kəsbi mələkəsini aniqlash testi bo'ladi. Kəsbi mələkəsi ustoz mezoni asosida ko'riladi. Ya'ni biz akademik direktordan so'raganda o'qituvchi necha ekan desak, yaxshi ekan yoki yomon ekan degan so'zlarni ishlatmaslik uchun raqamlarda o'lchaymiz. Ya'ni eng yaxshi ustoz 100% natija ko'rsatadigan bo'lsa, bizning nomzodimiz falon foiz ekan, 70% ekan, 60% ekan deb aytadi. Afsuski hozirgi kuzatuvlarga ko'ra 60% o'qituvchimiz hatto 20% ham natija ko'rsatolmaydi. Bu hozirgi bizlarda shakllangan statistikadir. Demak, akademik bo'lim tomonidan ham suhbatda o'tilingandan keyin bizning maktab psixologimiz ham shu xodim bizni jamoada ishlay oladimi yo'qmi o'sha bo'yicha ham bir psixologik test o'tkazadi. Bu testning natijalari ham yaxshi bo'lgandan keyin bizning CEO'miz xodim bilan umumiy holat aniqlash intervyusini o'tkazadi. Umumiy holat aniqlash intervyusidan ham muvaffaqiyatli agarda nomzod o'tib bilsa, biz uni HR bo'limi va akademik bo'lim yordamida bizni jamoamizga adaptatsiya qilamiz. Birinchi adaptatsion davr 1 hafta bo'ladi. Bu 1 hafta davomida xodim bizlarda ishlatiladigan CRM'lar, turli xil ma'lumotlar bazalari, turli xil task manager programmalarini ishlatmaga o'rganadi. Sun'iy intellekt, Google Sheet'lar, Google Drive'lar, Amo CRM shunga o'xshash har xil turdagi CRM'larni foydalanishni o'rganadi. Bu lavozimidan kelib chiqadi. Undan keyingi qismda esa agarda xodimimiz ustoz bo'ladigan bo'lsa, akademik bo'limdagi kurs rejalar, kitoblar, testlar bo'yicha umumiy seminar o'tadi. Bularning hammasini 1 hafta ketadi. 1 haftalik sinov muddatidan ham yaxshi o'tsa nomzodimiz, undan keyin 1 oylik haq to'lanadigan sinov muddatına qo'yiladi. Bu jarayonda biza haqiqatda shu xodimimiz biza to'g'ri keladimi, biz unga to'g'ri kelamizmi, uning ishlari bizga ma'qul keladimi? Sinchkovlik bilan HR direktorimiz va akademik direktor tomonidan tekshiriladi. Akademik direktor deganda shunday izoh berib o'taylik, bu zo'sh emas, faqat o'qituvchilarning malakasi, kitoblar, testlar, kurs reja bilan shug'ullanadigan bizlarda akademik direktorimiz bor. Uning asosiy vazifasi eng yaxshi kurs rejalar yaratish va shu kurs rejani amalga oshirib beradigan yaxshi ustozlarni ishga olish bo'ladi. HR direktorimiz esa yaxshi xodimlarni, ko'p xodimlarni bizga ishga taklif etishi bo'ladi. Düşün, şusuz ham ko'p odam bizlarga ishga nomzod sifatida topshirib turgan bo'lsa ham, bizlarda HR'imiz tinmasdan e'lon beradi. Buning asosiy sababi juda ko'plab odamlar orasida shunday qoida bor. Har qanday to'plamda 10% odam aqlli bo'ladi, 3% esa geniy bo'ladi. To'plamimiz nechalik katta bo'lsa, ya'ni bizlarga hujjat topshirish nomzodlar nechalik ko'p bo'lsa, bizga yaxshi va sifatli geniy kadrlar bilan ishlash imkoniyatimiz oshadi. Bu jarayonlarning hammasi tugagandan keyin biza rasmiy ravishda xodimimizni ishga olamiz. Uni ta'til pullari, dekretlar bo'lsa, hamma narsasini shuda kelishib olamiz. Rasmiy ish haqqi to'lanadigan 1 yillik kontrakt taklif qilamiz. Va xodimimiz ishga olingandan keyin ham bizlarda ishchi akademiya bor. Xodim keyingi uruvena chiqishi shart. O'z ustida ishlash shart. Har 3 oyda bir marta ishchi akademiya bo'yicha umumiy sarhisob bo'ladi. O'smagan xodimlar ishdan haydaladi. O'sgan xodimlar esa keyingi bosqichga, oylik o'sadigan bosqichga balandroq levellar o'tkaziladi. Shu shaklda biz xodimlarimiz bilan xodim siyosatini olib boramiz. Videomiz biroz cho'zilgan va mujmal bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu uzr so'raymiz. Men ta'lim biznesindagi tajribamdan shuni bilamanki, ta'limdagi eng muhim narsa jamoa. Jamoa neda bo'lsa biznes shuda bo'ladi. Hozircha bozor och va qandaydir to'yinmagan bozor bo'lganligi uchun odamlar yoki bozor biznesda xatosini kechirishi mumkin. Lekin bozor ancha to'lgandan keyin eng zo'r kadrlarga bor bo'lgan jamoalar yashab qoladi. Shuning uchun biz xodim siyosatini juda muhim hisoblaymiz.